Assalamu alaykum, to'rdoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Biroz paranglashaylik bugun. Necha kundan beri har xil to'plardagi bo'lsin yoki ba'zan bir so'rinlardagi bo'lsin, har xil ovozlarni, bo'lingan so'zlarni menga evatib qo'ygan qarindoshlarimiz bor. Mushlarning ichida bir ikki tema menga shundoq g'alati bilindi. Bir ortaklashib bakaylik. Muşu davager dep naiti çoğun biladigan bazı adamlar var, şularni çoğun biladigan. Şularninki dipini çaladigan ma'lum bir adamlarning sözlerinin içinde Uygur tügeşti. Uygur yo'qolib ketdi, tugidi degandek, xuddi ma'lum bir insonning vatandan kelgan uchurlar deb turib g'alita ezadigan bir xil tus olgan tashviqotlarga o'xshash shundoq bir ovozlarni anglash bilan men shu kishiga savol qo'yg'imga qoldi. Masalan, Uyg'ur tugashgan bo'lsa, sen u topda nima ish qilsan? Sen kimning vakili? Sen Uyg'ur emas bo'lsanda Uyg'ur tugagan bo'lsa, tugashgan bo'lsa. Biz Uyg'ur tugashdi deb o'ylamaymiz. Chunki biz kurash qilayotganlarning kimlar kurash qilayotganligini bilamiz, kimlarning tirishayotganini bilamiz. O'zimizmi shu qadar tirishayotimiz? Sen tugashgan bo'lsang, sen amsa ko'pangni ko'tarib o topdan chiqib kelsan bo'ladi-ku. Nima tashviq qilsa u yerda? Ondan keyin 72 yil da'vo qilgan, 14 yil da'vo qilgan shu Uyg'urning qinini ichib, davoni setib yeyotganlar qaysi davoni anglatdi? Undaqda Uyg'urni tugashtirish davosini qildimi ular? Undaqda ular pisasini sassun, ishini qilib, ondan keyin usloynab pul topamdi, duttachilib pul topamdi, ashunda qilsa bo'ladi-ku. Sen nimani tashviq qilmoqchi degan narsa shunda savol so'ragim keldi. Menimcha u odam ko'rdi buni. Shuningga mushunda degim keldi. Angla. Anadagi dunyo vaziyatida shunda cho'ng o'zgarishlar, har xil ishlar bo'lyapti demdi. Shuni ichida hamda mushu hozirgi ikki davlat o'ttirsidagi shu g'ij-g'ijdan Xitoyning oshada paydo bo'lib qilishi, ba'zan bir Ukraynaning ichida paydo bo'lgan Xitoylar, bola sotganlar, anadagi g'alati bir ishlarni qilgan har xil mazmundagi narsalar to'g'ri chiqyapti. Anadagi Xitoyninki mushu fursatdan foydalanib dollarga chaqchaq qilishi degandek ishlar hammamizga ayon hamda nimalar bo'layotganini. Uni bek ishkirlab kirmasam, mushu sababdan dunyoninki diqqati Xitoyga markazlashayotgan vaqtda siz nima ish qilishingiz kerak, biz nima ish qilishimiz kerak, da'vogarlar nima ish qilish kerakdi aslida. O'ylab beqinglar. Dushmanimizningki biz dunyo vaziyatidagi o'zgarishlar dushmanimizga markazlashsa, diqqat markazlashsa, siz nima ish qilishingiz kerakdi? Dushmaningizni tunigan bo'lsangiz, biz şu zaminning egisi to'q. Mush Xitoyninki tajovuzchilikka uchirdik, erkiy qirg'inchilik uchrayapmiz deb chet eldagi ovoz bo'lishimiz kerak-da vatandagilarning. Nima bir ishlarni qilib yuryapsizlar hozir? G'alati bir xil narsalarning tashviq qilishiga hayron qoldim. Masalan, o'ylab beqing, fidoyi qatorida oshaga boramiz deganlarning ovozlari har xil tashviqotlar. Suriyani eslatib qoldi. Masalan, Suriyaga vatandagilarni chaqirgansizlar. Naq shu hiyla qila. Vatanga chaqiriq qilganlar o'zi bordimi Suriyaga? O'zining bolalarini evatdimi Suriyaga? Sizlar o'ylab beqinglar. Tallay Uyg'urlar o'lib ketdi ashada. O'zi bordimi? Oldi Yevropada, G'arb ellərdə keyni bir təşkilatlarının başları, yəni bir pul sanıqanlar, aşlarını setib pul sanıqanlar. Əmdi, çətelgi çıxıb olğan məlum bir top Uyğurlarını əmdi aşağı təşviq vatıdı. Eyni vaxtda aşağı cənnətdən aşqışını izləş üçün ayağı evetdənlər, tilmi bilməydən Uyğurlarını şuya evetdənlər. Əmdi mayaga, sizlər kimge vakillik qılıb, şularını sanmaqçı aşağı. Hem aşağıda kimge qaysi tarafdori bo'lib turib, shu yerda ish qilmoqchi.
Coğrafiyani bilemsizler, anadaki tilini bilemsizler, anadaki aş harbiy askerlerinin formularini farqlandiralamsizlar degandek. Xuddi yo'lbos eg'izdan qutulish deb bir kino bor deb bizning ishimizga bekerek biladi. Ashunday ko'z olg'ay birsini apiribla, ma atidi dushmannikini atimiz deb turib, o'znikini etib tushiradi ayiriblarni. G'alita osh ko'rinishlar ko'z oldimga kelib qoldi. G'alita bir xil qiliqlarni qilgan odamlar va heliq tashviqot qilayotganlarga, voy neningni yigina men balangni beqib. Sen kim o? Anaki birdam tillishib ketgan heliqlar to'satdilar, heliq to'pning ichida do'st bo'lib bir maydonga keldi deydi. Bultur palonchi pokunchi deb shunda sattilishib ketganlar hozir do'stona o'tadi deganda aslida bir odamlar ular, bir ustalning odamlari. Ayrım rol elib bo'lib, endi yana bir yerga keldi degan gap. Shuning uchun g'alit ishlarga hayron qolmay, biroz o'sin tafakkur yurgizib baqsangiz, buning javobini chiqara olasiz o'zingiz. Hech nimani bilmagan holatda nima ish qilganini bilmay, qaysi tarafga vakil bo'lma demay, ashada Xitoylarmi baka, Xitoy bag'anligini o'zi dedi-ku ba'zilari biz palonga vakolatan miyag vodiq deganlar. Agar shundalarning orasida sizga nima bor? Bizning qiladigan ishimiz nimati? 72 yil agar to'g'ri bir yo'linishda to'g'ri davoni qilgan bo'lsak, nima ish bo'ladi, nimaga erishdik deb baqsanglar bo'ladi. Agar o'sha Ukraina masalasini selishtirib beqang, ularni qutqizadigan, desteklaydigan, bolalarni qutqizadigan, yeşil koridorlar degan ichiliqlar. Aş yordamga destek bo'layotgan nelar bor. Siz qaysi kuch bilan borasiz u yerga? Nima ish qilib borasiz? Ham qanday natijaga erishmoqchi? O'ylab beqing. Ozroq olsin miyani, odam degan takrar po'q yemaydi. Agar takrar yesin, shu po'qni asl oshiq degan gap shu po'qqa. Oniki xalqlarning quroliga aylanib qolmang. O vatandagilar-chi? Biz degan bir davlat qurgan, hatta imperiyalarni qurgandimi demaylarmi, davlat qurgan, ota-bobolarimiz davlat qurgan bir millatninki bolalari biz. Hech nima qilamiz, voy ani qutuldiramiz. Voy davani anglatimiz, voy Uyg'urni tunutimiz. Onadagi dutta. Erki qirg'inchilik deb turib, Amerikadan sana Xitoyning jinoyatini bekitib bersa, sen o'zing nima ish qilyapsan demay, ma da'vogarlarga savol qo'yish degan narsa mayaqda qorilib ketib, o'zingning o'ynayotgan usulingga qarab masliging ketganlarga hayron qolaman-da. Voy Uyg'ur degan tugashdi, sen qurolin bormi deb el vaqtda tatayning o'g'li shunda deganga o'xshash hozir shu topladiki, yana bir hujum odamlarmi qurolin bo'lmasa, nima ish qilsa, voy sana ne? Seni hech kim taklif qilgani yo'qmi bizni qutqizib qo'y deb. Vatanning egisi vatanda. Biz faqat vatandan sirtkilar ovoz olamiz vatandagilarni. Lekin maydonimiz nima? Maydonimizni aniq bildirib kelyapmiz. Sen agarda bizninkini cho'sh, malaniki quruq, quroli yo'q degan bo'lsang, nemish qo'qsa, nemishga g'alita tashviq qilsa, sen kimga vakolatan tashviq qilsa u tashviqlarni? Kimsin saylab qo'ydi? Kimlar tarafidan saylanding? Anadagi ma'lum bir tashkilotning odamlari sizlar. Sizlarning planliq qilyapsizlar. Xitoyning tashviqotiga o'xshash shamol. Mayaqdan bo'ron chiqsa, oyoqdan nima bo'ldi? Ijro qiladi. Ijrochilar chiqadi. Shuning uchun qarindoshlarimiz ozroq olsin uyqumizni ochsak, mushu toplar nima ish qilyotdi? Topdagi insonlarni kim so'ziltiyotdi? Shundoq zuvandar, shundoq valaqshiyotganlarga haqsiz so'zlamda ishlar. Qurultaylar echiladi-yu, ma'lum bir odamlarnikini palonchini buguni tillab, bultur mushu vaqtlarda kimlar tillangan shu toplarning ichida? Onodagi kimlar do'sib qoldi? Hajimka deb o'ltirib degan birdamlikin aniki palonchi xonim. U xonimni tillab olib unikin voy sizlar degan andaq qilgan mandaqani to'satdilar, ya'ni voy diplomat. Voy inshaalloh mashallah. Hey, agar Uyg'ur tili seg'insang, biroz narsa o'rgansang bo'ladi. Jiq materiallar to'ladi bor. Google degan narsa bor. Apir ba'zan xabarlarni o'zing biladigan tildagi apir tarjim qila olaysan ashada. Xitoyning to'rbetidan olmay, xalqaroliq ba'zan bir xabar to'rbatlaridan elib Uyg'urchaga tarjim qilsang, 50% bo'lsa tushangidek bir nima chiqadi.
Nima ish qilsa, ashada vaqtni o'tkazib, başa vat ondan keyin ba'zi yerlarga ayrim messengerda deb ketsa palonchi bunda debdi, u bu debdi. Ularning qanday odam ekanligini agar o'zingiz ozroq bilsangiz, nima ish qilsiz u yerda po'xvami, sovut qo'ydimi deganga o'xshash. Bir erkiy qirg'inchilik uchrayapmiz. Burun davoni to'g'ri nishonda apolmaganlik uchun mushu kunlarni ko'ryapmiz. Vatandagilar qirilib ketyapti. Mening yeshimdagilar agarda, mening yeshimdagilarning ota-onasi o 70 necha yosh, 80 yosh kirib qolganlar. Siz qayta olamsiz, men qayta olamdim. Buningdan keyingi avlodlarga davoni miros qoldirish emas, ular qilib bulamaydi davoni. Çünkü vatan söygüsü yok. Qeyrindaşını söymegandeki, ko'rishmegandeki muhabbet bo'lmaydi. O faqat bir kasbga aylanib qoldi. Kasbga aylanib qoldi da'vo degan. Demisim talay odamni boqidi da'vo. Agarda vatan mustaqil bo'lib ketsa, ular ishsiz bo'ladi. Ishsiz bo'ladi bu da'vogarlar. Uchib yuramaydi u yerda. Anadaki ko'tirdigan odamlar qolmaydi. Vatandagilarni sarag'amasa, senikini nim ko'tirdi, o'zini ko'tirib yurgan odam. Men kötəməyəm, yox, mən özəmlərdən götürməsəm, xalqınınki bir nimisini nimdə götürmə dedim o. Vətəndikilər seni kötəməydi, götürsən kimdən çolu? Setib yiyən dursan vətəndikilərini, senikini götürəmdi olar. Əgər əxloşumuz cayır olsa, azıraq olsun mu? Xalq çillığanla yəq bardığan gəp var, neyim üçün barırsa o yerdə? Ahli joyda mesela bir xil divan olib qolgan odamlar bor. Anadagi oshlanib gapni olib, bunda uyqu degan tugashdi. Nima va? Undaqda sen o'ylab baq. Halol aramni arimaydigan ba'zan bir odamlar bor, ha? Agarda sen e'tiqoding bo'lsa, halol aramni arisa, e'tiqodingga hurmat qilsang, Allah'ni tunisang, qudratiga ishonsang, sen şu yolda menib vatanını qutquzsa, qeyrindaşlarını qutquzsa, o yalğandan Allah, maşallah, oy namaz o'qidim deganing bilan qilayotgan ishingchu Xitoyning quchug'ida. Ay tashviqotchilarnikimi, voy biz Xitoy tajovuzchilik, Xitoy mundaq deganka, uddulla apirib beriqi qurultay, Xitoy bilan birga ochadigan qurultaylari bor bularninki. Hele Xitoyning demokratiyachilar bilan bir quchoqlashib o'ltirib talay qurultayları var. Niye tonuş çıraylar var? Birden çıkırıp koymuşcuma? Aldırma birden. Xitoylar usul oynab bəginin var mı? Vay can, gitar çep bəginin var mı? Hemmisini çıkır koymuş. Çünkü tordan yutub ketgini yok. Fakat ismini to'g'ri ifodalab turib izlasınız, hemmasi chiqadi torda. Erki qirg'inchilikqa uchrayotgan odam, manqisini eqitib yurgan odam to'satdili payda almishibdir. Deb turib bunda qilsa to'g'ri kelamda. Azroq bunda agar sog'lom bo'lsa miyachu, agar o'limda hech kim usul o'ynamaydi. Bizmi tamoq yeymiz, to'g'ri chiqib yemaymiz. Bizim tamoq etib yeymiz, o Facebook'da yemeyəm, men tamoqim o'xshidi. Men kafe içib, sizdan paranglashayotdim, yig'inga bormoqchidim. 5 minutlik vaqt chiqarib, sizlar bilan paranglashayotdim. Ey, siz bir nimalar, ya, yolg'onda FBI'da yana bir midar deb o'tirib, men FBI'ning yig'iniga bormoqchidim. 2 minut vaqtim chiqarib, 3 minut vaqtim chiqarib, kafe içishga sizlar bilan paranglashib olay. Adam keyni bilan kulgidek gaplarni qısanglar, ba'zilar ishonishi mumkin. Lekin, yig'inga bordim deyish bir obro'y jumu ba'zi odamlar uchun. O birsini tutib olib rasmga tushish umi bir obro'y. Hayron qolarlik. Oy, Xudoyim tova, O sening kasbing, da'vo sening kasbing. Faoliyat o'tkazmasang, pullar berilmaydi sana. Ishorat. Bu yer yiyish, ichish, nay deganlar ne shu? Sizlarga oyada bo'sh o'qib bergan dadanglar bor-da. Shuning uchun qeyrindoshlarım, vatandagilarga azroq o'zim ishingiz og'irsa, vatan qaytarmaydigan bo'laman. Agarda midirmasam, Allohning qudratiga ishinaman, harakat barkat debdiki azroqla tirishsaq, bir gap bo'ladi degan o'ylashingiz kerak. Butun dunyoninki diqqati Xitoyga markazlashgan vaqtda, virusga markazlashgan vaqtini deb beray. Xitoy virusi deb turib Trump
Shunda e'lon qilgan vaqtida oy eliq nasadan bir aylan chiqib degan anandagi yana bir qanchasi oy Xitoy xalqining ko'ngli keladi eliq shaparangdan tutib hammasi chiqib nima dedi oy Xitoyga vakil oldi oy ash vaqtda kelgan oy emi qisdi ashuni anglab oltadinglar Xitoy Uyg'urni o'ltasi bo'ladi Uyg'urningki har qandaq ko'ngliga keladigan ashunda ishlarni qilib bo'layverdi-ku kamsisi bo'layverdi-ku lekin Trump biz Amerika hukumatiga tang moslashib ajab bir ko'nglimizdek gapni qildi Xitoy virusi rost Xitoydan chiqqan tursa desak Xitoy xalqining ko'ngli keldi-ku oy bayroqni ko'tarmanglar oz ko'taringlar desa ha deb o'tadinglar erkiy qirg'inchilik shu yahudiylardek bo'lmadi desa uningga ha deb o'ltirsizlar endi kelgan chog'da otamanam ko'migan yerga berib ayaga o'lab beringlar desa nima uchun borman demakdi yo'q nima uchun o'nglayman sarangning gapini deyishinglar kerak aslida menga evatib emay uni siz qanday o'ylaysiz deb o sarang odamning gapini anglamasanglar bo'ldi o'zing saq bo'lsang saq odamning ishini qil Torlardan izden, özenge xas bir temi çıkıdı. Elaqay estiri qeyrindişimiz mi çıkadı? Cenve ehtinamısı edip. Aşınığı mı kırıp okup bekin? Pidayla kandak muamelege uçuraydı o degen. Siz yalan ayak doktor degenge okşaş elaqay. Elaqay yagimi berip talay adamla ülük etti. Nemege isap buldu? Biz yanılı şup bitim Xitoyning qo'lida deganni o'ylashib beqib, ben nimish qilishim kerak, nimish qila olishim kerak, dushmanimni tonitishim kerak. Xalqaraga menga nima kerakligini bildirishim kerak, bizga zimin kerak, ziminniki mustaqilligini asliga keltirishimiz kerak degan ustida to'xtalsangiz bo'ldi, izdansangiz bo'ladi. Agar bakli bika olib kelsangiz, bakli bikachilikni bo'lamay kelsangiz, bu tutilib ketgan qarindoshlarimiz va o turmida bu turmida yotgan, shuning ishini qiling, shuning g'amini qiling. O Ramazan vaqti texmi vattat o'kitsizlar. Vay. O davlatda masjid ochildi. Bu davlatda mundaq bo'ldi. Voy deb. Vatandagilarningki holiga selishtirib baqa sen chet eldachi 100 minglab masjid qursangmi bika. Sana bika kelgan pullar var bir yerlerden. Osmondan tushdi. Boshqa bir ishlar kelgan chog'da bir tiyining chiqmaydi, lekin boshqa ishlarga g'alita ishlar kelganda Uyg'urning har qatim Ramazonga oz qolgan chog'da bir yerda masjid paydo bo'ladi. Uning pul yig'ish paydo bo'ladi. Anadagi g'alita ma'valiqi qarindosh millatlarning orasidagi kichik bir bo'lgan ballarning urushi yoki bir ish bo'lsa, anadagi doim yo'q narsalarni ko'ttinga urib topsa, o'tirga tashlaysa. Uyg'urning hissiyotini o'ynashga shunchalik mahir Xitoy tomur tutib bo'lgan Uyg'urningki. Shuning uchun ashundaq temalarni tashlasa, tezdil vura deb chiqadigan gap. Hozir hamda men Ukrainaga deb turib, "Oy, Xudoya to'g'ri qildim, ey. O'zingning tilingni biladigan, o'zing ashada tug'ilgan, o'zingning qarindoshlaring bor. Ashadagi magnit sanga mushtaq bo'lmanda, tatmamda shu magnit seni tatib kiramaydi. Boshqa bir yer bo'lsa, ishtonni bundaqla mangasa. Se deganlar bo'lsa, o se deganlar kim uchun boradi u yerga? Sen kim uchun borsan, nima ish qilib borsa, qanday natijaga erishsa degan narsa yo'q. Düşmanını tonagan bolsan hozir nima ish qilayotganini bilading. O'sha elaqay demokratiya Xitoylar bilan o'ynab ketgan usullar, yetlarda o'ynashib ketibdi ekansa. Gitar degani chap degan, mosh degan, do'ng'aqshib degan, sat degan. Daxaylar Uyg'ur tugashdi. Keyin qilib Xudodan kelmasa deb Alloh bandisiga ma'ni bergan. Sen şu etqadın mekkem bolsa, meydanın eniq bolsa, sen tırış baksa, Allah'ın el qıldığını var, bendinin el qıldığını var, bendi tırışıdı. Allah anadikin qağını orullaştırıp bere, sen bultur olturup bir yerlerde nimiş olduğunu bilemdin. Bir toplağa kirsen, azırak ögensen, kompüter ögensen, til ögensen, azraq bir tefekkür qilishni o'rgansang, jihnaslarga erishsa,
Biz o'qiyotgan vaqtlarimizda ba'zan narsalarni bir tayini Tolstoyninki bo'lsin, Balzacning bo'lsin, Chexovning asarlarini tahlil maqolasi yozishga buyurdi muallimlar. Vaycan, nimish mi qilamiz? Deb Akyo'ninkini, Lushinninki asarlarini. Hojon, ular o'lib ketgan tursa biz nimish mi qilamiz deb ketatdik. Ba'zan narsalarning orqa ko'rinishi bor narsalarni yezib qoldirilganda, ayni vaqtida oshini texmi aniq ifodalash mumkinchilik bo'lmaganligi uchun shuni tahlil orqali orqa ko'rinishini tahlil qilish, u bo'g'a ana shuni ketib berib o'rgangankanmizda deb o'ylab qolaman. Shu bir narsani o'rgansangiz, izdansangiz, jih narsalarga erishsiz. Aqlingizmi, zehningizmi echiladi. Bir topda o'tirib, elə ko'cha xotinlarga o'xshash, ko'cha erlarga o'xshash, elə o'rindiqni qo'yib olib, doqmishda o'tirgan bir qo'shnilar bo'lgan. Va ayni ashundaq betimcha ashada o'ltiramsizlar-day, nima chiqadi? Quloq molisi bilan agarda siz bir onu pütüremaysiz yoki aql topamaysiz, hech nimaga erishamaysiz. Onu anlab bulup anadaki bu yürekni izlediğin gaplarni qiladi ekan. Ha shu maqsadiga yetibdi o'shalar. Yolg'on narsa ekanligini biladi ekansiz. Yurgingizni eziyotganini bildi ekansiz. Vatandan kelgan uchur deganlar uningdan o ses kelib ketdi, lekin miyadi qarama topladin deb. Boshqa bir g'ayriy to'plarga o sarxilligi o ismlarning voy. Faqat bo'lmasa duo qilib o'ltiring. Miyaga g'alita bir negativ narsalarni kirgizmay. Virus kirgizsiz miyaga-chu. Ya bo'lmasa handaylik usulga, naqshiga erisman bir millat tek bunda obraz yaratish uchun qo'shayotganlarni o'ylabmi qoldim. Agar aqlishingiz joyidaroq bo'lsa, siz mushunda kunlarda ulug' kunlarda siz naqsh usul o'ynab o'tamaysiz, g'ittanishib yurmaysiz. Mushu dushmaningizni qandoq qilganda dushmanimni tonidiman butun dunyoga. Nishonimni nimaligini uqtirman, davoni anglataman deb siz o'zingizdan boshlasangiz, boshqalarga ta'sir ko'rsatlaysiz. O'ylab beqing qarindishim. Bizmi ishnim qilolmadik degan bilan yo'limiz aniq. O'z yo'limiz bilan o'zimizniki nishonimizni bildiryapmiz, maydonimizni bildiryapmiz. Tug'ilibli biz da'vogar emasdimmi? Men o'zimninki bir kishilik hasamni qo'shyapman. Hargizmi birsining uning buning vakili emasman. Men tashkilotchi emas. G'alita bir narsalarni tashviq qilsizlar. Tashviq qilgandan keyin "Voy, munda bo'pti, onda bo'pti, og'rib ketdim, tunagim birsi og'rib ketib, menga aytganda toshtirib yetibdi." Men og'rimayman dedim. Axlatlarning narsalarini anglamayman. Shuning uchun men og'rib qolmayman. Maydoning aniq bo'lsa, bir yerdan chiqadi. Mushu Ukrainaniki nanalardan dastaklar kelyotdi. Nishoni aniq, maydoni aniq bo'lsa, nimaga ehtiyojligini bildirsa, biz da'voda nimani bildirdik, nimani bildiribdi ala, boshqalarga tashlab qo'ymaysiz da'voni. Xuddi o'zingizning xotinning boshqasiga baqilib ish. Obdan beqib qo'ydi anadikin. Vatan degan hammamizning. Agar aqlishingiz joyida bo'lsa, ozroq bo'lsin, vatanning egisi vatanda, lekin sen nima ish qilishing kerak, sen setib qashlashing kerakmi? Osh vatandagilarga vakolatan sen nima ish qilishing kerak? Xitoy o'xshash, Xitoy Uyg'urlarni usul o'ynatib, Xitoy xotinlari Guangchang'ularni o'ynab degan bir yerlar yuriydi-ku, Uyg'urcha usullarni qilib. Ashunga o'xshash qiliqni vatanning sirtida qilsang, sen shu Xitoyning tashviqotini chet elda qilib beryapsa degan gap. Nimda vatan degan gapni qilolmaydi, zamin deganni qilolmaydi. G'alita ishlarda nima uchun ashlab bor? Nima uchun g'ingshiyolmaysa? Agar men bir yerda usta o'ynagan bo'lsam, Xitoyga usta o'ynab bergan bo'lsam, bir yerda tomoq yeb, bo'ldi po'qirtib, to'rga chiqarib qo'ygan bo'lsam, voy 70 avlodimni chuvib chiqarib qo'ydim. Nima deb ularnikini chuvolmaysa? Savol qo'y, aqlishing joyida bo'lsa. Miyani bergan bo'lgandikin sarang odamda qiliqlarni qilib, o'ltamay oyaga chaqirsin, oshaga berib, moyaga chaqirsin, mushaga berib, Suriyada yetmagandek amdi oyaga chillisi shu yerga boramish.
Anadaki birsininki tili o'xshib qoldigan millatlar, anadaki birsininki qurollarni ishiltib etibdi. Şu aşağıya berip anadaki siz nemish qildiğinizni bilmay o'ltib aşağı paydo o'g'daysiz. Biraz bir obrazımızı ta'sir etadigan bir ishlarni qilmayli. Eliga millatga foyda yetkazamizakmi, ziyon yetkazmayli degan prinsipni ching turing, aqlishingiz joyida bo'lsa. Men aslida bugun boshqa bir so'z demoqchidim. Mush temaga ehtiyoj bo'lib qolganlik uchun mush tema ustida to'xtaldim. Biz bir qatim yedik ayada, o cennetni izleymiz deb, cennetin aşkını izleymiz deb, aşağıda talay qeyrindaşlarımız veyran olgan. O, hazır işliği, ergeçim keselligi ba. Onadaki mayaga çilisi miyagim baman. Miyani bize işiltip baksanız buludu. Milletiniz için azırak olsun payda yetküzbekin. Ziyan yetküzmey. Vatandisi hiç kim kopmagan bilen o Polonya'da kuralları var, destek vatkan Polon devletler var, o şundak bir yere bağı dektiği. Eylik bayrak kütegen, aşıp sen bağmamsa o yere Uygur'unu çıllamay. Köt. Yaq deyişini ögünün. Jet kılışını bilin qeyrindişim. Tallay ziyalarını tatkan boğan diken. Dava degan gap yolg'on davo o'g'aliq uchun mushundaq bo'layotgan bo'lgan ekan, jet qilishni biling. Nima uchun ba'zan odamlar bultur shundoq sarangdak tillashib, rasvo ishtonning ichirkin chuvib tillashgan. Birsiga shu chaplab bir xotinlarni qilgan odam to'plardan qo'g'langanlar yana shu to'plarga kirib, ya'ni yangi bir chiroylarning paydo bo'lishi, to'satdan do'sib qilishi, to'satdan bir ustal kirishi, az sirtdagi vazifani o'tab bo'ldi, hamda maya kirib turib qolgan vazifani o'taydi. Şunun için aklınız biraz işlersiniz, cevap tapalaysiz. Qeyrindaşlarım, uyqumuzu sal acaylı. Biz bilen münasibetsiz olgan cidallarga kirmeyli. Düşmanimizni tonaylı. Zeminimiz üçün igi çıkaylı. Qeyrindaşlarımız üçün igi çıkaylı. Yaman bo'lmas. Uyg'urning o'zining mustaqil bir davlati bo'lsa yaman bo'lmas, Başkalarınınkiga işiniz ağırıp gidedikken, oy bolları qiynalib ketdi, oy xotinlar ölüptü, munda bo'libdi deb. Özünün zemini üçün qon töküdü. Bizim zeminimizni qo'limizga olsak, bizim qon töküşimiz kerak. Zeminni elish uchun qon töküş kerak. Tirishish kerak. Xalqning o'zining ishi u. Vatani uchun qildig'ini qiladi. Sizchu oqsoqollik qilmaysiz, o'zingizning ishi bilan bo'lsiz. Eğer de geliniz bekle kıçıp ketken bolsa çıkıp özünüz yarışımlık işini kılın. Erki kırgınçılık uçuravatkan millettim. Benim düşmanım Xitay. Muş Xitay emmeyedi. Kıp jürüvatıdı. Şu Xitay şu. Virüsünü takatkan şu Xitay. Bizni besip ağamı şu Xitay. Hem de yerge berip balı setivatkan, yeni bir mıkıvatkan aşağımız Xitay. Dep tunutun. U yerda, bu yerda terip yemey poq terip. Qeyrindaşlarım uyqumuzu açaylı. Eğer de azraq mu vataningizga söygürünüz bolsa, uyqunuzni içip, meydanınızı aniq bildirishingiz kerak. Düşmanınızı tunun, tirishing. Eğer biz bende tirish baxsa, Allah mı qarab o'ltamaydi deb o'ylayman. O 5 vaqt namoz bilan o dunyoda men jannatga berib kirman deb o'ylab qolmang. Qiladigan ishingiz 5 vaqt namoz emas. Vataningizga ega chiqsangiz, ippitingiz shu. E'tiqodingizni aşağıda qo'g'dab yiqan, shu yerda qo'g'dang. Ateşide degan, oy, palonchi namoz o'qimabdi, pokunchi bunda qilmabdi deb. Yerdagiga bir ega chiqa. Qeyrindaşlarım, uyqumuzu acaylı. Azroq olsunmi? Milletimiz için, zeminimiz için küreş qilib baqaylik. Qo'limizdan kelishcha. Uyg'ur tugaşdi desa og'rib qilib, Uyg'ur munda bo'ldi desa og'rib qilib o'ttamay, mau dushmandi. Xitoy bizni shunda qiladi, izzatdi. Vatanning sirtida ma bir top ajush-majushlar mushtaq qilyotidi. Bu Xitoyning vakili ekan deb bilsangiz, meningcha durust yo'lda manga olaysiz. Rahmat sizlarga.